Aziz qaynonam anchadan beri menga pivo olib bermading. Bugun pivo olib ber dedilar. Shuning uchun ketyapman. Mana nima? Qilib kolyaskani ichiga kirib ketmadimikin? Uy. Tezroq qochdim beda. Uy. Bahonada birgalikda Koreyaning 24 soat ishlaydigan magazinini obzor qilamiz. Aziz qaynonam labimni ko'rib uchiq chiqdimi deb so'radilar boshida kecha. Keyin, "Voy, rostdan ham uchiq chiqdi" deb o'ylar ekanlar. "Ha, uchiq chiqdi" deb qo'ya qoldim. Ikkita uchiq chiqdi, o'shanga ishib ketdi dedim. Bugun namuncha yanada ishib ketyapti deb qo'yarlar. Koreyaning 24 soatli magazinini menimcha ko'pchilik koreyskiy dramalarda ko'rgan bo'lsa kerak. Aziz qaynonam faqat yaponlarning pivosini ichadi, bilmayman nimaga koreyskiy pivo umuman ichmaydilar. Koreyaning 24 soatli magazinlarida yo'q narsani o'zi. Koreyslar pivo va soju bilan quritilgan go'sht yoki sakkiz oyoqni yeyishadi. Bu burchakda esa har xil turdagi bodom, yong'oq, yer yong'oq, allambalolar bor ekan. Va даже Xitoydan kelgan simichkalar ham bor ekan. Bu tomon esa har xil sok, sut va sharbatlar, kofelar turadigan joy. 19 oyli o'g'lim qulupnayli sutni juda ham yaxshi ko'radi, faqat 2 dona qopdi xolos, shu 2 donasini uyga olib ketamiz. Koreyskiy dramalarda o'quvchilar shunaqa kichkina sut ichganini menimcha ko'pchilik ko'rgan bo'lsa kerak. Bu tomoni esa ramyonlar mamlakati. Men qora ramyon olgani keldim, chunki aziz qaynonam bugun ujunga ovqat qilib bera olmayman dedilar. Ko'rib turganingizdek, koreylar quritilgan go'sht, quritilgan sakkiz oyoq va boshqa narsalarni juda ham yaxshi ko'rishadi. Bu tomoni esa koreyskiy shirinliklar, mashu kukuruzani juda ham yaxshi ko'raman. Bu krevetkadan tayyorlangan kukuruza juda ham mazali. Bu yerda даже tayyor pishirilgan guruchlar ham sotadi, chunki ba'zi koreylar uyda guruch qilgani erinishadi. Bu esa sovun yaxshi ko'rgan sirli bulochka bilan pechenyasi. Даже Koreyada ham bizda uchraydigan harfli pechenyelar bor ekan. Shu pechenyani ko'rib yoshligim esimga tushib ketdi. Даже vaflilargacha bor. Bu esa yangi shokolad shekilli, rosa ham qiziqdim. Birgalikda mukbang qilamiz. Xullas, shuni hammasi menga 340 ming so'mga tushdi. Uni kishini ko'ziga qarab, meni qaytimga qaraganini kommentariyaga yozib yuboringlar, iltimos. Cho'ta tushunmay qoldim. Koreyada har yili yozda bir oy tinmay yomg'ir yog'adi. 19 oyli o'g'lim juda ham yaxshi ko'rgan sirli bulochkasini ko'rib ber deb yig'layapti. Siz ham koreyskiy klubnikali sut ichib ko'rganmisiz? 19 oyli o'g'lim klubnikali sutdan boshqa sutni umuman ichmaydi. Bechora bolamni ham qo'lini chivincha qilibdi, qizarib ketganini qaranglar.